Mana shu 2 qavatli chiroyli oppoqqina uyimizga bitta narsa yetishmayapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni albatta bilib olasiz. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan keyingina hol bilan boshlanadi. Birinchi xonasi oshxona. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli qilib ta'mirlardan chiqazib qo'yilgan. Oshxonamizning to'g'risida bo'lsa, birinchi yotoqxonamiz joylashgan. Tanlangan ranglariga o'zingizlar bitta baho beringlar. Fikringlarni izohlarda yozib qoldirish esdan chiqmasin. Bu tomonda umumiy yuvinish xonasi. Ikkinchi xonamiz bo'lsa kattagina mehmonxona. Orqa hovliga o'tish uchun eshiklar ham qoldirib ketilgan. Uyimizning maydoni 2 sotik, xonalarning soni 6 ta. Agar uyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Yoqmagan bo'lsa, izohlarda o'zingizning fikringizni yozib ketishi esdan chiqazmang. Bu xonamizning o'zini balkonlari ham bor. Bu uyimizga yetishmayotgan narsa faqatgina siz bo'lasiz. Uyimizni xarid qilib, o'sha kamchilikni to'ldirsangiz bo'ladi. Bu tomonda umumiy yuvinish xonasi joylashgan, sanuzel barcha jihozlari o'rnatib beriladi. Uyimizning podvoli hamda yozgi oshxonalari ham bor. Narxini 138 ming dollar so'rashyapti, yana kelishiladi. Xonadonimiz Bektemir tumani Katta yo'lgacha 100 metr masofada joylashgan.